Bahodir Jalolov qachon oltin to'p sohibi bo'ldi? A 2018 va 2022. Futbolchi emas-ku. Bahodir Jalolov futbolchi emas-ku. Kim? O'zbekiston xalq artistimi shunday edi? Xalq artisti. Ha. O'zbekiston xalq artisti. Ha, Bahodir Jalolov qo'shiqchi bo'lsa kerak-da. Shu qo'shiqni bir qilib eshitaylik. Ko'pchilikdan savol kelib tushibdi. Futbolga biletlaringiz qoldimi degan. O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklarining futboliga iyunning 5-sida bo'layotgan. Aka, biletimiz bormi yo'qmi? Bor. Faqat Toshkentdan bo'ladi do'stlar. Toshkentdan narxi $650, 4 kunlik bo'ladi. Toshkentdan uchilib Toshkentga qaytib kelinadi. Transfer xizmatlari 4 yulduzli gostinitsa, futbolga bilet, zavtriga bor gostinitsani, страховка, keyin esa fan klubdan futbolka va kepkalar beriladi. Agar bizlar bilan birga borib O'zbekistonga balet qilib kelamiz desalaringiz, $650 dan Toshkentdan boramiz. Agar boshqa viloyatdan yo Samarqanddan bo'ladigan bo'lsalaringiz ham Toshkentgacha boradigan transfer xizmatlaringizni ham hal qilib beramiz ichida. Bor. Mana shuncha sizlarga sharoit o'rtoqlar. Futbolga boraman deb hali ham o'ylab yurganlar uchun hozir ayni vaqtda narx ko'tarilmasdan avvaliga Toshkentdan $650 dan bu shikolat narx